Bittada Yevropani 8 ta davlatini aylanib keldim. Videoning oxirida nech pul ketganini aytaman. Birinchi Italiyani Rim shahriga bordim. U yoqdan pasta bilan pizza yeb ko'rdim. Keyin Piza shahriga Piza minorasini ko'rishga bordim. Keyin afsonaviy shahar Florensiya va suv ustidagi shahar Venetsiyani ko'rdim. Milan va Como shaharlariga ham o'tdim. Orada San Marino va Vatikan davlatlarida ham bo'ldim. Keyin Shvetsariyaga o'tdik. Tabiatiga gap yo'q. Shu yerdan Finlandiyaning Laplandiya o'lkasiga uchdik. Bu yerda o'rmon ichida 5 kun yashab Qorboboni uyini, Bug'ulani va qorli shaharchani ko'rdim. Bu yerdan Belgiyani poytaxtiga uchdik. U yerni arxitektura dizayni menga juda ham yoqdi. Keyingi davlatim esa Germaniya bo'ldi. Bu yerda hozir internetda trendda bo'lgan mana bu yonib ketganga o'xshagan binoni ko'rdim. Keyin sevgi shahri bo'lmish Fransiyaning poytaxti Parijga yo'l oldik. Eyfel minorasi, Mona Lisani ko'rdim. Disneylandga bordim. Bir nechta fransuz restoranlarida bo'ldim va ratatouille yeb ko'rdim. Shu 20 kunlik sayohatga menga $7400 ketdi. Umid aka sal kamroq ishlatdilar. Umumiy 13800 boshini yeb keldik. Ciao.